Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar, hurmatli obunachilar. Bugun afsuski o'zimni ko'rsata olmayman, sababi shtatifim qolib ketibdi. Alt mototsikletlar zavodidan 1,5 tonnalik Bars modelimiz Andijon viloyatiga chiqib ketyapti. Borti 180 ga 125 bo'ladi, qo'shirama 200 kublik dvigatelda. Hozir tag tomonlaridan ham bitta ko'rsataman. Zapaska balonlari turibdi. Bu modelda основной tirikchilik uchun, sovg'a uchun bog'bonlar juda ham ko'p xarid qilishadi. Bog'bon va fermerlar juda ekonomishniy variant, yuziga bor yo'g'i 3 litr, 4 litr rasxod qiladi 64 li vilkalarda. Vitroviga ham anchagina kattagina. Hozir mashinaga yuklab qo'yganimiz uchun tepadan video qila olmay qoldim. Shunday bo'lsa ham rozi bo'lasizlar, imkon darajasida ko'rsatishga harakat qilyapman. Borti kapali bo'lib ochiladi. So'ri deydi, kimdir so'ri bo'ladimi deydi. So'ri bo'ladi, xon taxta bo'ladi. Orqa bortini ochganlaringdan keyin zanjirlari ushlab qoladi. O'z-o'zidan yuklaydigan mahsulotlaring uzun bo'lsa, orqa podushkada o'zida bemalol ketaveradi. Eng muhimi kamchiqim. Ishonchlimi deydiganlarga 100% ishonchli. Zapchast tomondan muammo bo'lmaydimi degan obunachilarimiz bo'ladi. O'sha to'g'ridagi konteynerlarimiz to'la zapchast. Narxiga keladigan bo'lsak, hop, buni narxini $1850 dan vodiy bo'ylab dastavkasini qilib beryapmiz. Seriy svetda va bundan tashqari 4 xil rangda chiqadi. Военный svet, qizil svet, yana ko'k svetimiz ham bor. Xo'p, oldiga kabinasi nech pul bo'ladi deydiganlarga, kabinani 2 xil turdagisi bor. Ikkita faralik full versiyadagi kabinamiz, xo'p, $180 bo'ladi. Bitta faralik kabinamiz bor. Bu kabinamiz $100 bo'ladi. Kimga shunaqa mahsulotlar, shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol ekrandagi telefon raqamlariga aloqaga chiqaverasizlar. Joninglar sog' bo'lsin, kuninglar xayrli o'tsin. Shunaqa yangidan yangi texnikalar sizlarga ham, bizga ham hammaga nasib qilsin. Bu videoni iloji boricha do'stlarimizga tashab qo'yamiz, chunki manfaatliroq bo'ladi. Sizlar uchun mehnat qilib qo'yyapmiz. Shunaqa texnikani oqtarib topolmayotganlar bor, arzon joy, birinchi qo'l joyidan topolmayotganlar bor. Shuning uchun tashab qo'ysa, albatta manfaatli bo'ladi va bizga obuna bo'lib qo'yishni unutmaydi. Imkon darajasida sizlarga, hurmatli kuzatuvchilar, qiziqarliroq qilib video qo'yishga harakat qilyapman. Qo'ldan kelgancha narxlari bilan ochiqchasiga ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Har doim sizlar uchun xizmatdamiz. Joninglar sog' bo'lsin.